Feruza opa, 2 kundan beri uxlaganim yo'q. Yuzlarim shishib, ko'zimni tegi ko'karib, chuqurlashib ketdi. Ko'chaga ham chiqa olmayman. Buni yashirsa bo'ladi-ku. Qanaqa qilib? O'tiring, siz bilan birga qilib ko'ramiz. Agar yuzda charchoq va holsizlik sezilib tursa, bu makiyajni buzadigan asosiy omil bo'lib qoladi. Organizmdagi o'zgarishlar yoki charchoq sabab ko'z tagi qorayib qolishi yoki oldindan bo'lgan ko'z tagidagi chuqurlik, yuzlarning shishishi sizni kayfiyatingizga ta'sir qilyaptimi? Bu muammoni bugun siz bilan konsiler va korrektorlar yordamida bartaraf qilishni o'rganamiz. Odatda konsilerni ko'z atrofi qorayganda teri rangidan ozgina to'qroq ranglisidan, ko'z tagida chuqurlik bo'lganda esa yuz terisidan och bo'lgan konsiler rangidan foydalanamiz. Yuzdagi notekis qismlarni vizual tekislash uchun konsiler eng muhim vosita. Yuzdagi shish va charchoqni bekituvchi yana bir muhim vosita bu korrektorlar hisoblanadi. Ular yuzga soya tushirish, ya'ni kontouring uchun foydalaniladi. Yuz, burun, peshona qismlarini kichikroq ko'rsatish korrektorning asosiy vazifasi. Korrektor va konsiler agar yuzda to'g'ri foydalanilsa, u sizni yanam yoshroq ko'rsatadi va lifting effekt hosil bo'ladi. Aksincha, undan noto'g'ri foydalanib, korrektor chiziqlari noto'g'ri tanlansa, u sizning yoshingizni yana ham kattaroq ko'rsatib qo'yishi mumkin. Korrektorning suyuq va quruq turlari mavjud bo'lib, u inson xohishiga qarab tanlanadi. Suyuq ko'rinishdagi korrektorlardan ko'p miqdorda foydalanish u yuzda ortiqcha qavat va yog'ilqilikni kuchaytirib yuboradi. Kunduzgi makiyajlar uchun quruq bo'lgan, kechki makiyajlar uchun esa suyuq ko'rinishdagi korrektorlardan foydalanish tavsiya etiladi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan muammoga korrektor va konsiler yordamida yechim topgan natijani ko'rishingiz mumkin. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan vizajistlik sohasi va makiyaj texnikalarini o'rgatish bo'yicha maxsus videolar tayyorlangan. Ularni kuzatib boring.